Bugun biz Ardionada chiroqcha yoqish va motorni harakatga solishni qildik. Mana ko'rib turganingizdek, bu chiroqchalar, uning tartib raqamlari, bu esa motor va chiroqchalarning yonish tartibi va qilish kerak bo'lgan vaqtlari. Biz ushbu darsni o'tkazganimizdan so'ng biz uni ishga tushirishimiz kerak. Buning uchun bizga mega nomli plata kerak bo'ladi. Avvalambor biz chiroqlarni ulashimiz uchun bizga ushbu simlar kerak bo'ladi va ko'rishingiz mumkinki biz chiroqlarni ulaganmiz. Ana endi ushbu chiroqlarni birma-ketdan ulab chiqamiz. Chiroqlarimizni ulab oldik. Keyingi bosqichimiz va motorimizni ulashimiz kerak bo'ladi. Avvalambor mana bu sariq simni biz platadagi ikkinchi pinga ulab olamiz. Qizil simni biz mana o'rtadagi sim, qizil simni biz 5-voltga ulaymiz. Mana biz gnadiga ulab oldik. Ana endi keyingisi jigarrang. Gnadiga ulaymiz. Gnadiga bu 5-voltga. Mana endi ko'rib turishingiz mumkinki biz servo motorni belgilangan tartibdagi simlarga ulab oldik. Keyingi bosqichimiz mana bu lampalarni ishga tushirish. Oxirgi bosqich ushbu ledlarni ishga tushirish. Bu orqali ledlarni gnadiga ulaymiz. Buning maqsadi biz ularni yoqishimiz mumkin. Natija tayyor bo'ldi. Biz mega plataga ulaganimizdan so'ng oxirgi bosqichimiz bu qism orqali dasturimizni ishga tushiramiz. Instrumentga kirib tekshirib ko'ramiz. Hammasini egaligi ishlatganimiz qilib, ana endi ulaymiz. Ana. Robototexnika butun dunyoda kelajakda kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta robototexnikani o'rgan. Kelajakda ko'p kasblar yo'qolib ketmoqligi sababli biz robototexnika kerak bo'lganligi uchun biz bu fan orqali kelajakda turli xil robotlar, turli xil kompyuter, turli xil gadjetlarni yaratishimiz mumkin.